أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. Men Allah Teala bu ayette şuda deydi. Namazni sizlar muhofazat qilinglar. Ya'ni qo'g'dinglar. Ya'ni o'z vaqtida o'qishdan iborat bo'lgan bu ishni cho'q qilinglar. Bo'libmi o'ttira turgan namozlarniki o'ttirib turgan bir namoz var. Salat usta degan. Bu namozning o'ziga o'z vaqtida shuningdek farz, ahkam, vacib, sünnet, mustahablarniki o'ziga rioya qilib o'qishning o'zida buning pek ahamiyat yo'q beringlar. Va turunisida Alloh taolo uchun qonit bo'lgan holatda, ya'ni Allohga rasmiy xushu tazarruq qilgan holatda namozning ichida shundoqcha turinglar. Unda bir o'ynab bundoqcha qilmay deydi. Endi agar sizlar bir narsada qo'rqib qolsanglar, namoz o'qinisida mana piyoda mang'an holatda yoki uloqqa binasi mingan holatda o'qiyversangiz bo'ladi. Qachoniki siz xotirjam bo'lsanglar, o chog'ingizda Alloh taolani nima qilinglar? Zikr qilinglar, ya'ni namoz o'qinglar. Qandaqki mana o'rgatishchilik Alloh taolo sizlar burun o bilmagan narsani nima qilgan, o'rgatgandek aynan osh petimcho o'qing namozni deb Alloh taolo bu oyatda mushtaqcho deydi. Endi Alloh taolo yuqorqi oyatlarning o'zida mana islom dinimizda nikoh degan nima, taloq degan nima, taloq vaqtida er ayol o'tirsa qandoq mana ishlar bor. Shuningdek nikoh vaqtida ikkisiniki o'tirsida bir-birisiga uyushib qolgan o qattiq qilmish bo'lmaydigan shu nikoh qandikin. Mushtaq nimalar bor? Haqquqchu bor. Qandaqki erniki ayollarning ustida haq bo'lgandek, ayollarning er kishiniki ustida nimalar bor? Haqqilarichu bor. Endi taloq qilgan bo'lsa, o chog'da taloq degan har xil bo'ladi. Shu taloqni shu bo'yicha qisi to'g'richu bo'ladi. deb ashtanim qildi yuqorqi oyatning o'zida bunichu beketdi. Beketgandikin endi ko'p vaqtlik o'zida er ayol o'tirisiki oilaning ishidan jiq majrochi chiqadi. Jiq majro chiqishniki ashta qalabiqan urush talash anglashmaslikniki ashta chiqishniki birdan bir sabab. Birsiniki birisining ustidagi haqni ado qilolmay yoki bilgilolmay yoki bilmay ashta yashab qolishlik sababidan nima qildi? O yerda kipchi chiqdi. Chiqqandan keyin bir-birisiga hurmat qilishdan iborat bo'lgan bu haq quvvati uni ado qilmaydi. Er bo'yicha ayollar bo'yicha mushtaq qilolmay o'tirda andiki bol bo'landi, bo'lmamda apart andiki taloq qilib. Shundan u yerda mana o'ziga, oilasiga, balvoqillarga, qolgan ota-onalarga, butun jamiyatning o'ziga parakat teriydigan gap. Tergandiki bu şeytanın en yaxshi bo'lib ko'radigan nimasi o ishi. Unda bo'lgandan mushundaq bir ish bo'lgan vaqtida qandoq taloq qilasiz? Qandoq siz o taloqning o'zi to'g'ri bo'ladi? Qanchalik qilish kerak? Mana taloq bo'lgandan uningdan o ayollarga mana qandoq muomala qilamiz? O ayollarniki mana ustida erning qandoq haqqi va er o'lib ketsa qandoq qiladi? Degandek mushtaq nimalar bor, masalalar bor. Bu meselelerinin köpüncüsünün üzerinde nimva otur cedel macera muştaq narsa çok oldu. Bu oğandayken endi bunu birden bir hal kılgan narsa nima? Allah'a sığınış. Yani Allah'ın şu eslaş, Allah'ın buyruğundaki üzerine onu çok kırış. Onda oğandayken bu itibardan açtaq bir iş boğan bolsa, size derhallık kala nima kılınlar? Açtaq işdeki buluşdaki aldın eriş için siz okuvatkan 5 vaxt namazın üzerine öz vaxtını okuşqa. Mene o namazınki üzerine mene farz, mene vacib, sünnet, mustahab ve onun içinde kılış qat'iy bo'lmaydigan haram işlarni saqlash orqali namazın üzerine bek okuşqa nima qilinglar? Ahamiyat yo'q beringlar.
Bu namaz mene bir beldilen Allah'ın oturuzdaki en nimo yakın turduğun bir hadet. Onda oğandiken o namaz o vaktizden men er olamdı, ayal olamdı. Men Allah'ın aldı turvatı ben. Allah beni şu körüp turvatı deydiğen muşta bir düşerce doludu. Bunda boğandaki bu itibarla yani beni körüp turvatığan Allah bilip turadigan Allah, o'qib turadigan Allah varken. Unda varki bu dünyada qarşılıq birden Allah meni hesap alır ekan. Degan tushuncha olgan ekan. Mana aqanchi talash tartışıp kelsa bunda bir ishni qoidaning o'zida, unda talash tartish vaqaza kirish olmasak va bir-birisiga urushish, mana bunda bir ishniki bo'lmasligi nima o? Bir sabab narsa shu namoz. Men namazga ahamiyat veriş. Onu ahamiyat verdi degan gap. Men Allah'ın aldığını okudum. Allah beni körüp durdu. Allah man gap qiladi men. Allah man gap qiladi degan ekan. Unda var ekan bu adamning vujudidagi bu iymon, bu tushunchaning o'zi, o adamniki ag'lab bo'lib bu oilaniki o'ttirdagi jadal majra chiqishlikka oldin nima qiladi? Aldı. Ağalık üçün şu Allah Teala bu yerde talaqnınki meselesi dep, yeni bir talaqnınki otursu ki, müştak ayır ülüp ketken ayala kandak muamele kılış dep, benim müşrinki otursa bu iki ayetin mayaki ekirişlik sebep neymi o? Muşu. Çünkü namaz, benim bütün ibadetninki en asası bu. Bir adam şu İslam dinimizde benim iman etkan deyken birinci olup perz olgan nersi neymi o? Namaz. Çünkü benim namazınki üzerinde bütkül ibadetninki, bütkül zikir tesbih duanınki umumisi emmesi nimkan uyada çoğulalgan bir ibadet. Çoğulalgan boğan diken hem onunki namazın asas yadrosu deme kalp. Yani huşu ve tezarru. Bu neymi? Huşu tezarru. Onunki sırtideki kıyam, ruku ve secdeden ibaret olan bu naskerahning o'zi şu olgan tazarru olgan qalbdagi ishninki o'zini nima qilib berdi o namoyonchilik qilib berdi. Qilib bergandan mana qoyim bo'lib Allohu akbar degandan bir odam Onundikin öğretirip kolunu koşturup şundak tuğandikin, onundikin ruku kandikin, onundikin seydi kandikin, onundikin namaz okuyman tüketmen de şükrü cimmi tuğandikin. Bu adamın üzeri cezmen Allah Teala'nın aldı tur vetip de bütkül kalbinin üzeri o adamın üzeri men Allah'a teveccüh vetip de deydiğen muşta bir düşünce buludu. Men bütün ibadetin asası cevheri benim bu namazın nemisi de o işçide. İşçide oğandikin benim muşluk asas ehemmiyet vergen adam. Benim yukarıda işte ailede varal çok çıkışının üzerindeki bir nemisi muşun mühim boğan perz olan namazın çok ehemmiyet vermezdik. Okumazsak layıqdı çoğu, onuğa okumazsak hem vakti çoğu okuşka ehemmiyet vermezdik. Benim muş yaptın andaki oturda çünkü bu mühim işinki üzge ehemmiyet vermegendeken onu da töverak boğan o işe bir tarika avladı bakılmaydı o ehemmiyet vermeydi. Ben kalda kıldan iken 2 gün bir vası bir talak kırıp 2 gün bir vası kutu iş talağımda bədəb başlar uruşup şunla veyran çok kadıdı. Onun için ailenin üzerinde onda bir macera onda bulması için bununki bir nemse amalın üzerinde namaz. Çünkü namaz Kur'an-ı Kerim'de degandek mümin Müslümanların üzerine kandak kıldığın her kandak münker ve pahşa işte nima qiladi to'sadi. Shu munkar pahşa ishning nimasi ayol ikkisiga o'tirida urush talash qilish, bir-birisiga vaqirash, urush deganing o'zi bu dememas o durust emas. Nimishqa bir mo'min musulmonning o'zi yin bir mo'min musulmonni birisiga azar berishgan. Uni xafa qilishning o'zi nimati o haramdi. Tek shunda bo'lib turgan tek o ikkisini ayol ayol bu turğun bunda qilishing o'zi mana qat mana ikkisi bir badan, bir ruh, bir holat, bir xil tushuncha bo'lib ashunda bir o'rtaq bir yer keldi. Kelgandiki bu e'tibor bilan bundaq bir odamlarning o'zi undaq qilmasligi nima o? Nihoyat nima o? Muhim. Buni shasi taqozo qiladi. Unda varken bundaq bir ishninki bo'lishini oldini uchun mana eng muhim bo'lgan namozni çok qilish, o'z vaqtida qilish kerak. Namozning o'zi mana qanday qiladi? Har qanday pahsha va sat ishning o'zidan va harom ishning o'zidan saqlaydi. Unda varken shundoq bir ish qilib qolganmiz, ayol oila qurib qolgan bo'lsa, ikkisiga o'tirisida shundoq bir buzuq ishda xato bir-birisi urushadigan, gap talashadigan, qolmish olmaydigan ish bo'lgan bo'lsa, uni birdan bir mana amal qilib, uni yo'q qiladigan birdan bir dara nima o? Namaz. Namaz öz vaqtida loyiqida o'qing,
qazochi qilib farz o'qigan bo'lsangiz, bundaq bir odamning rasmiy taqvo bo'ladi, rasmiy muttaqi bo'ladi. Uningdagi bu ikkisiga o'ttirsida andikin bu taqvo muttaqi bo'lgandikin Allohni davomli qo'rqib turib, undaq bo'lsa bir-birimiz xap qilmaydigan, meni bir-birimizning yuziga vaqirmaydigan, jaqirmaydigan, urmaydigan, gapiga unmaydigan, bundaq ish olmay, har ikkisi bir-birini hurmatlashib boshqacha qiladigan ish. Buning uchun shu Alloh taolo mushu oyat, taloq oyatlarining o'ttirsida bu ikki oyatdagi, ya'ni namozni o'z vaqtida o'qishni davomlashtirish, muhofazat qilish degan gapni ustida to'xtalish shu. Endi Alloh taolo shuna deydi: "Hafizu ala salavati va salatul usta." Ya'ni muhofazat qilinglar. Muhofazat qilinglar degan gap, asli hifz degan gapning o'zi saqlash va uni nima qilish, qo'g'dash. Mana hafaza yahfizu deydi, saqladi deydi. Saqladi degan gap qalbni saqladi, amaliyatni nima qilish, saqlab yo'qab, yana vayron bo'lib ketmaydi, saqladi degan gap. Uni qo'g'dadi degan gap, uningga loyiq bo'lmagan ikkinchi bir narsa kirahniki, uningki ichiga kirib buzib boqatishdi, nima qildi uni odan, uni qo'g'dadi degan gap. Uni qo'g'dab har xil shaklda mushtaq to'sdi degan gap bo'ladi. Bo'lgandan o'shaningizda bu hafizu degan gapning o'zi fa'ala yufailu babida chiqqan nima o, mana amr bo'lgan pir. Unda bo'lgan ishtirak. Nima o ishtirak? Unda bo'lgan ishtirokning o'zi qanday gap o'shaningizda ihfazu desomamdu. İhfazu demay hafizu deyishning o'zi, mana namozniki o'zini qanday qilinglar, mushundaq bir-birisini qo'g'dishinglar. Mushundaq qo'g'dishsanglar Alloh taolo sizga inom berdiki, ya'ni nima qanday qiladi? Mana sizlar Alloh taoloniki mushu namozniki o'z vaqtida ruku va undan boshqa farz, vojib, sunnat bo'libmi, mana tazarru va xushudan iborat bo'lgan narsalarni o'zi osh petim o'qisanglar, ashta qilib mana o'qib saqlab qilsanglar, buni qarta andikin Alloh sizni nima qiladi? Qanday qiladi? Mana Alloh sizni har qanday yomon ishdan saqlaydi. Mushundaq bir-birisini nima qilishdan, saqlashdan. Ham Alloh taoloniki oyatga asosan namozingizni inna salata tanha anil fahsha val munkar degandekin, sizlar mushundaq qilsanglar namozning o'zi sizning shu fahsha va munkar ishlikni o'zini qilib deb qiladi. Sizlar ma'ni saqlasangiz namoz sizning uchun unda saqlaydi. Men bu e'tibor bilan bu yerda nima dedi uni Alloh taolo hafizu deb bu yerda ishtirok ma'nosi bo'lgan, fa'ala yufailu babida bo'lgan, bunda bir nimani amali keltirish sababchi men mushu. Endi ala salavat namozlar dedi. Bu endi salatuniki yemisi jam'isi. Salatun degan gapning o'zi bu mufrat bo'lib, uniki jam'isi nima? Salavat. Salavat bo'lgandan bu yerda namozlar degandan mana har qanday vaqtda arab tilida shu jam'iniki eng az qancha? 3. Nima bo'ldi? 3 bo'ldi. Uniki yuqorisidagi sonichi yo'q. Mana o jami qillatichi bo'lmasa. Jami qillatib qolgan bo'lsa, u joyda 4 tane vazni bor. U jami qillatib qolgan bo'lsa, u jami o'zin faqat shu naskrahniki o'ziniki jinsning ichidagi 10 g'ijlik nimaning pardini parçasının o'z ichiga oladi. Ya'ni 10 g'ijlik. Uning g'ayri o'z ichiga olmaydi. Endi bu salavat degan gapning o'zi bu jami kasrat bo'lgan ekan, u 10 dan nima jiq. Unda o'niki bu yerdiki shu namoz degan gapning o'zi bu yerda 5 vaqt namoz. Ya'ni 3 ta yuqori bo'lgan nima 5 vaqt namozni nim qilinglar o'z vaqtidan, loyiqda, talabga loyiq Qur'on va istikni ko'rsatmagan talabiga Allohning rasulininki talab qilgan sizdan ash lolim talabga loyiq nim qilinglar, o'qinglar 5 vaqt namozni. Undaq uniki birinchisi nima? O'z vaqtida o'qishni loyiqda o'qish. Namozning ichidagi rukun va farzga rioya qilish. Uniki eng muhim nima? Namozning sirtidagi farz 6. Uning ichidagi 6. Unda lekin uning ichidagi sirtidagi 6ning birisi vaqtida o'qish. Nima qilish? Vaqtida o'qish. O'z vaqtida o'qilib, mana har 5 vaqt namozniki islom dinimizda berketgan muayyan bir nima vaqt cho'pa. Shu vaqtning ichida o'qisangiz, endi uning qartamda namozni boshda o'qish, yo normal o'tiralda o'qish, yoki kerak tatib o'qish degan o'tirisidan, mana fikr yo'llanmalarimizning o'tirisida sal ko'z yeriq o'xshamaydigan azroq ko'z qarash bo'lsin, lekin qandaqlik bo'lmasin, shu o'z vaqtning o'zida, shu vaqtning o'zida o'qish nima o eng muhim.
Nima eng muhim? O qo'g'diganlik bo'ladi, mudofaa qilganlik bo'ladi. U namozning o'zini namozdek saqlagan cho'q bo'ladi. Uni ahamiyat berganligini ko'zlamasa, men alomati namozning o'zi ayrim bir ibodat farz bo'lgan bo'lsa, o namozningki rukuni bilan vojiblari va uningdagi muhim bo'lgan yana ichkidagi va tashqari farzning o'zi shu buncha amal qilish o'zi u yin bir nima ish. Bu nima ish? Men vaqtida o'qib qo'ydim, namoz o'qish shaqqa emas. Uniki farzdek, vojibdek, sunnatdek o'qish kerak. Bu chog'imizda andekin bu rasmiy o odam namozni rasmiy qo'g'digan, rasmiy namoz deb saqlagan bo'lgancha bo'ladi. Namozni o'qishning o'zi bir farz, bu ayrim bir ibodat, yaxshi. Hamda uni o'z vaqtida farz bo'yicha o'qish u bir nima alohida bir ish. Bu shu. Endi salovat degani Imom Suyuti deydi. Yani 5 vaqt namozini deydi. Meni 5 vaqt namozni ado qilishda o'z vaqtlarida. Bunu muhafazat qilinglar. Yani qolganligi nima qiladi odam tashqari farzning o'zini men 6 dona farz deb qaralgan bo'lsa, o farzningki o'zini o odamning o'zi bir qator qilsa tugaydi. Qanday bo'ladi masalan, uningki oldida masalan kiyimniki o pokiz bo'lishi, badanniki pokiz bo'lishi, namoz o'qiydigan joyniki pokiz bo'lishi, o'ratni yepilish kerak. Deganidek, men qiblaga oldini cho'q qilish kerak. Deganidek, mushtaq nima bor? Men o'z vaqti deganidek ashtaqchi oldidan farz bor. Qolganning o'zida bu nima emas, ammo buning ichidagi eng muhim bo'lgan narsa nima? Muhim bo'lgan o'z vaqtida o'qish. Vaqt bak muhim. Qolganni o odam bir qator yengida kiyim, pokiz kiyim kiyib qo'yib bo'laverdi. Undan keyin paskunib ketgan qator. Shuningdek badani va turadigan joyim shundoq. Undan keyin mana bu muhim bo'lgan ana o'z vaqtida o'qishni o'zi bilan o'zgarib turadigan ish bo'lgan ekan, buni diqqat qilish bo'lmagan bo'lgan ekan, bu yerdagi eng muhim bo'lgan shu Imom Suyuti fi awqatiha, ya'ni ado qilishda o namozning qolgan farzi demak, o'z vaqtida o'qish kerak. Ondan keyin namozning o'zini qo'g'diganlik, saqlaganlikcha, men mushul davomlashtirganlik do'chu bo'ladi. deb deydi, deydi. Shunga Payg'ambar sollallohu nima degan? Mana gunohniki mana eng yaxshi ish. Nima degan? Allohning Rasuli iymon etish deb shuni qatorda as-salatu li vaqtiha. Namozni o'z vaqtida nima qilish, o'qish deb nima qildi, unuga mushtaqchu degan temdi. Shunga namozni o'z vaqtida o'qish, har bir namozning shu bu bak nima muhim. Şu Allah Teala bu yerde hafizun, yani davamlaştırılan, şu davamlaştırı nima qilib saqlığanlik va qo'g'diganlik bo'ladi. Davomli o'z vaqtida o'qigan ekan. Farz bilan nima qilish. Was salatil wusta. Bo'libmi davomlashtirib o'z vaqtida o'ziga loyiq bir shaklda o'qishni davomlashtiruvlar qaysi namozni? O'ttirahal namozni, o'ttirdagi namozni. Endi wusta degan gap, wusta degan gapning o'zi asli bu ism tabzil muannas bo'lib, af'al degan gapning o'zi adrab, uniki muzakkar bo'lgan bo'ladi, uniki muannasim qilib pola. Zurba deganda, zurba ya'ni zurbayatun. Mana bu e'tiborda asli bu nima ism tabzil. Lekin bu yerdagi ismning ism tabzil emas, wusta gap o'chadi, o'ttirdaroq degan gap bo'ladi. O'ttirdaroq degan gapning o'zi nima? Mana har narsaning o'ziniki o'ttirdi bo'lsa normal, bak u taraf bu tarafda bo'lsa, o'ttirdi bo'lgan bo'lsa, o'chanda eng yaxshi bo'lgan bo'ladi. Yaxshi bo'lgandiki bu yerda o'ttirdaroq degan gapni tarjimchi qilmaymiz. Nima degan gap? Ya'ni u o'ttirdi turadigan namoz. Ya'ni nima? Avsat, yani vasat degan nima? Namoz bo'ladi. Vasatning bir ma'nosi o'ttir degan gap, eng bir ma'nosi eng yaxshi degan gap bo'ladi. Mana buning ichidagi eng yaxshi bo'lgan bir namoz bor. U namoz qavm men mush namozga davom joyda o'qishga va uni o'z joyida o'qishga baklim qilinglar, ahamiyat shu beringlar. Meni bir ma'nosi o'zi men o'ttirda 5 vaqt namoz o'qiganiki 5 vaqt namozniki 5 tarafdan qavaqtizdan uniki o'ttirda o'qilgan, o'ttirdiki ya'ni shu vaqt e'tibordan, shu son e'tibordan o'ttirdigan bir namoz bor. U namozni o'z vaqtida o'qishga meni ash qazo qilatmay, bu baklima o bak muhim deydi. Bunda qilib cho'qilinglar. Endi bu yerda salatul wusta degan qavm. 5 vaqt namozning ichidagi salatul wusta bo'lgan
o'ttirida o'qilgan eng yaxshi, eng ulug', mana eng muhim bo'lgan bir namoz. Endi qolganlari bak muhim. Uning ichidagi o'ttirida o'qiydigan namoz nima u bak muhim. Bo'lgandan Alloh taolo 5 vaqt namoz degandiki uning ichida u botdi. Uni bo'lgandan keyin yana uni alohida ani tiliq erishi uniki azimdan oyat bo'lgan bo'lsa-mu, bu namozniki mana u Allohning dargohida ne kadar muhim ekanligini nima bu yerda bilinib turdi. Uning uchun bu yerdagi o'ttira hal degan namoz, ya'ni o'ttirlik namoz, yaxshi namoz degan qavo desa, buningda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qon rivoyatga asosan o'limalarning ko'z qarashi har xilcha bo'lgan. Buni qarta İmam Suyuti deydi, bu salatul vusta degan nima? Asrdir. Asr namozining o'zi mana bu asr namozining o'zi deganligini o'zida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning boshqa namoz vusta bo'ldi, salat vusta degan qarg'a vaqtida bir qadar nima mashhur, bir qadar ishonchlik ham sal nima jiqroq edishchi bayon qilgan. Bu e'tibordan o'limalarimizniki ko'pi bu yergi salat vusta nima deydi, uni asr namozi deydi. Nima uchun asr namozi deydi? Chunki asrning o'zi qanday o'tirildi. Chunki asr degan gapning o'zi mana uningki kaynida mana kechida o'qiydigan ikki namoz bor. Unidagi kun chiqqandan keyin mana tushib olishlik oraliqda o'qiydigan ikki namoz bor. Mana bu ikkiniki kecha bilan kunduzniki oraliqqa kelgan mushu ikki namoz, ikki tarafdagi namozniki o'ttirsida nim bo'lgan bo'ldi, asr namozi bo'lgan bo'ldi. Endi yoki deydi İmam Suyuti yoki bandat namozdir. Endi bandat namozniki o'zida deganning o'zida ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan sahobaning o'zi rivoyat qilgan hadischi bor. Buni qarab ba'zi ulamolar buni asos qildi. Yana deydi yoki pishin deydi. Pishin degan gapning o'zida yeni payg'ambar alayhisolatu vasallamdan sahobaning o'zi nima qilgan rivoyat qilgan. Rivoyat qildiki ba'zi ulamolar bu yerdagi salatul vustaniki o'zini nima dedi? Pishin deb qaradi. Yoki uningki g'ayri dedi. Mesela bandat deganimi shu bor. Gayri düşün. Mana bular hammasini bidor o'limalarimizniki salatul usta degan haqida deyilgan bir qancha so'zlardir. Aqvali degan muhtar mas'ulning nimasi xabar olib, mana ular mushu salatul ustani tafsir qilishda deyilgan o'limalarimizga mansub bo'lgan bir qancha hadis. Nima bir qancha so'z? Nima bir qancha so'z? Undan keyin salatul ustaning o'zi muayyan bir nima yo'q. Hamda rivoyatga asosan, lekin uniki salatul vusta degani hozir deganimizda asr namozi muhim. Nimishqa? Chunki asr namozi degan gapning o'zi bir kunlik ishniki o'zini, mana qirib u odamning o'zi shu kun peshindan kashf bo'lgan vaqtida ishni xolaslaydigan bir vaqt. İşini xolashlagandan ciddi bir vaqt bo'ladi. Ciddi bir vaqt bo'lgandan keyin u vaqtning e'tiboran u odamning o'zi namozni o'tkazadigan, qazo qiladigan ishga ahamiyat bermagan ish vaqti o'zgaradi. Ammo uningki oldidan pishimchi undaqchi emas, ya'ni pishib o'tirib bo'lgandan keyin uchani kunduzdan keyin uchan oldirmay o'z vaqtiga hech qanday taqishib qolmaydi. Uningki oldi kaylardagi namoz oldi kaydirdikken men namazlarni keçinin gündüzün iş tügeydi. Uçan namazı öz vakti okuş, vakti Arap kuda çıkıdı, pişim şudak, bamdatım şudak. En muhim boğunu beni esir namazı. Ben bu itibardan ben Allah Teala bu namazın üzerine beni evset namaz, vusta namaz, bek yaxşı namaz, muhim namaz dep salavatının öz içi ağam bolsa mu bununki üzerine beni Allah'ı tekrarlap değişik sebep şu. Men müşiddak vaqtida namazın üzerine mene öz vaqtida o'qishni davomlashtirgan shu gap bo'ladi. Endi deydi İmam Suyuti ve apradaha biz zikri li faddiha deydi. Ve alaydan yak qilib keltirdi Allah Taala bu salatul ustani zikirde. Neymiş zikirde bu alayda salavatın işi salat ustama ba. Men qay namaz etsek 5 vaqt namaz üzü çok var. 5 vaqt namaz degan gap bu 5 qatı o'qilgan namazning o'zi bor. Bo'lgandan Allah Taala bu salat ustanini alayda yakigan akirib bu alayda bir alayda deb qolgandi demay, bundaq deyish nima uchun desam, chunki undaq deyish sabab shu namozniki alaydimiz var, fazilati var. Qolgan namoz qarg'a vaqtida bu namozning nimasi var? Her tarafdan bu nimasi fazilati var. Endi bu odam o'zi
Şu namaz gelin üzerine boğa vakti derhal cemaatten muhim boğan perzin üzerine ada kalması vaktini nim kırıp yani demek uçağımızda işlerin hemmesi aşağıda nim kalırken yığılıp kalgan ki. Yığılıp kalan xeridan üzerine keşif geldi o keşif geldi yığılıp verip. Onda o ki bu adam üzerine onu taşlaplıp verip da cemaatten aşı vakti kanın üzerine nimini bildirdi o. Bu adamın vücudu da resmi iman bakken. Resmi nimiken o iman bakken, muttakiken, mu'minken diğerinin nim kılgan gap onu bildirip gap. Bu degendeken şuna kançiki o adamın üzerine Allah yakılışına aş takkan bolsa uçağımızda bu xil ibadetteki nimisi oludu. Mene pezilisi çöz. Savabı kan ne bolu ziyad. Ve kumu lillahi kanitin. Turunla yani turunla yani turunla Allah için ibadet kan tezerru ve huşu kan aletini kılınla turunla. Yani namazı okuşta muhafizat kılışta davamlaştırınla. Bulup bu normal oturdu olan namazı bek ehemmiyet yürüyorlar. Şundan bu namaz oku vakti ne deydi o Allah Teala? Tezerru ve huşudan okuna. Unçak bilen mundak okumalı. Çünkü hazır diginimizde namazniki üzü iman dikin kalan en muhim ibadet. Mene namazniki üzü mene bütün bu şu ibadetinki asası o şu namazının kalan joğlanğan. Şuningdek tarixte bu yan her qanday bir millette hem hazır devrin üzüdümü bir adam yine bir adamga hürmet bildirişiniki onu bu şekilniki hemmisi men teslim boğalın şeklin hem namaz işigini qan mucessemlengen. Unda olanken Allahu ekber deb bir düşman yine bir adamni qashqaga olib qo'l ko'tirdi. Unda olanki bomuchu ba. Undan bir adam yine bir adamni hürmetli olsun qildi, qo'l qo'shib olib tik turdigan gap. Bomuchu qiyam ba. Undan onun eşi bekerek hürmet kılgızmansa uçak tazim kılgaya beşinmişliğin geçti. O rukucu ba. Onu da başka tehimlik koysa aş beşini koyup yerge onu tazim kılgan gap. Onu dikken yeni çoğu yeni müştah bir gip batsa anın adı tek miskin bu müştah olturduğun gap. Böyle bütün muşun hürmetninki asas nemsi namazın işçi mucessemleşken gap. Bundak boğa vaxtıda bütün azanın hemmisi aş kalbindeki tezlerri huşudun ibaret o aşlığın emin kılıp boysun dediğin gap buludu. Onda varken bu namazınki hem dua var, hem zikir var, hem tesbih var, hem kıraat var. Hem dua var, hem salavat var. Muşundak hem yüzüge, hem bütün insaniyetke, bütün nimege, insanlığa, pirişte, yaxşı adam, hem duaçı, özü için ağan, etteyyatı. Onda varken bütün nezkirehmişin içi de oğan dikken, benim muşluk asasa bu namazınki üze, ben öz vaxtıda okuşun üze, bulup bu namazın üzerine okuş deme en muhim nime o, perzin katardım bolu. Şuna bu pek muhim. Şuna ölümalarımız şun neme deydi o? Muşundak muhim boğan iken bazı ölümalarımızda namaz okumagan bolsa bülüp perzin üzerine bilip durup okup durup imkan batır okugan işte okumagan bolsa kasten uçağını da dindi çıkıdı. Dindi çıkkan vaxtında bunu yine kaytıdın. Yani İslam hakimiyeti olan bolsa onu terbiye kılgan gep. Terbiye kılsa iş tügeydi. Eğer 3 gün ya onu cıkarakka bektildi. Eğer onu unutmagan bolsa anladı ki yok ben okumayım diyen bolsa resmi bu adamın üzerine namazını beni inkar kan buldu. Uçağının namazını okumaymış takanı kafir oldu dep ben bundakça hüküm kaldı çok ba. Demek bu namaz adet genel şu emes. Şu Allah Teala bir Allah dedi şu. Bulup mu namaz degen ne dedi Peygamber sallam? Kurratu ayni dedi. Namaz benim gözümdeki hoşallığı dedi. Benim bütün vücudumdaki lezzeti ve hoşallığı dedi. Şehveti ve hoşallığı degen gap. Mene biz dünyada her kadar bir işinki üzerinden bir adamın vücudu kandak bir narsa asas orun ağam bolsa o adam şu narsa lezzetli deydi o. Mesela er ayal daha çelep benim meşlerim bekanı bulmaydı. Konu hoş oldu da bulan gap. Mir Peygamber deydi namazın üzü unutup öten müştah oldu deydi. Şu an Peygamber ne deydi? Mesela gam qilsan iş qilgan derhal namaz o'qini deydi. Mena g'azab qilgan namaz o'qini g'azabning üzini qanday qildi? Mena g'azabniki mena ashini men namozni yo'qotyapti degan nima va yetishlar cho'pa. Namaz bilan bo'lgan gap. Endi va qumu lillahi degan gapning o'zidan bu bir an gap. Allah uchun turinglar degan vaqtning o'zida nima bo'ladi? Allah uchun turinglar degan gap. Her qanday vaqtida mayl qanday tik turib mushtaq qiladigan gap. U gap emas dedi İmam Suyuti. Nima? Biz salat. Namazda Allah'a qaim bulunlar. Yani namaz qaim buluşda men layık şekilde qaim bulun. Bu yerda örtüş toran, nimani qiyamning o'zi nima u pers. Men mushtaqchi turinglar.
Qanitin nimqan holatda Allohga rasmiy qalbiy tarafdan bo'ysunib tazarru va taqashshu. Qalbida rasmiy Allohni seg'inib, Alloh rasmiy meni ko'rdi deb ko'msimiman, Alloh meni ko'rib turdi degan bir shaklda mushtaq qilinadi. Ondaki namazda bulup, ondaki namazniki aş Kur'an'da Allah Teala ta'lim kandak, terp kandak silip payda kırıp, mena haram işlenim koludu tosudu. Nima? Mena haram, münker, pahşa kılıklarının üzerinden bunu da tosulan gap. Eğer bir adamın üzeri, muş namazı okup durup, demek o haram bir işini kan bolsa, o şanda demek bu adamın üzeri bu namazın layıklı okumaptı deyin gap buludu. Şuna hazırki devrin üzerinde men bilen Müslümanlar ve kafirlerin oturup fark okup gitti. Müştak halal haramlar iş yok. O hem de namaz okumda okuydu. Lakin okup durup muş işlik kanun üzeri yani demek Adem'in nispetten namazın üzeri doğru bir şekilde karalmaptı. Düşelmepti. Ondan lakin namazın ya Allah'ın okup da kıpır bir işe ada kılmayın. Kalbi tesarru yok, şu yok. O adamın üzeri devamlı başkatım Allah'a bir iş tövbeşmenin içinde Allah'ın sevgir başta adam o adam işte haram işli kalan da herkes kılmaydı. Yalgan gap kılgan, hakkının hakkını yivalıdığan, işte gıybet şikayet kılgan, işte zulüm karşı tutmaydıgan, işte izilip karınıp durgan dersi turan da herkes tutmaydı. Demek şu adamların açtak bu işin üzerinde cezmen nemisi çatakva imanı da yani Allah boğan bilişi düşensi kandak zatlı vatkan itikadı da imanı çıtakvadın gibi. Şu an açtak çok kıldığın gibi. Hem de deyilip de kanitin diyen gibi muti'in deyilip de. Yani Allah'a kıyamdan üzerinde turunla Allah boysungan alette. De bundan bir şey deyildi. Yani tezler okuşu. Neymiş buna değmezse? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünü cehdedi ki kullu konutun fil Kur'an fehve ta'adibdir. Her kanda konut Kur'an-ı Kerim'de kesse o taat tep hesaplanmıyor. Diğer Peygamber hadisi varken. Şunun asasında mayada kaniti diyen gep muti'in. Yani namazga sıra kaim bulunan namazın içinde Allah boysunu kalatı. Boysunu kanda kılıdı. Özellikle bütün azaları. Zahir azaları. Onun da en mühim boğu nime? Kalp. Bu Allah'a boysunluş gerek. Şu an Allah'a ben keldim şeklinde Allah'a gap qatman degan, Allah meni ko'rib turadi degan, men Allah mushu vaqtimizda, mushu 24 soat 5 qatim men Allah bir adamniki gap qilsa va Allah uni qabul qilgan, anglaydigan, ham uni deydigan bo'lgan ekan, darhol nima qilish kerak o odamning o'zi? Shu vaqt o'zida darhol qo'pib, ashni yuzlanish kerak. Gugandiki bu ashni qandiki bu nima bo'lgan bo'ladi? O Allah bo'ysungan bo'ladi. Bunda bir tuyg'uda, bunda bir tushunish bo'lish kerak. Men bu ise İmam Ahmet'in gayrıcı rivayet kılan. Deyilip de kaneti deyin gep sakitin. Sakitin edepti. Sekete nemkul şüktu deyin gep. Yani sıra kıyam namazga nemkuluna kıyam namazın yüzde kayın boğa vaxtıda turunla. Örtürüp yaştakçı koğuna kanit doğanı şüktu doğanı adet namazga şük turunla. Namaz müştak doğanı adet okunla edepti. Neymiş onda demişsen Zeyd ibn Erkam radıyallahu ta'ala'nın yedisini cehd edinken bertuk biz gaplaştık namazın içinde çok gaplaştık. Allahu ekber namazı okutup iftida İslam'ın üzerinde aş namaz okup boğandı ki gaplaşıp işte çok okuyuvergan gapke. Hatta ki düştü bu ayet düştü. Ve kumu lillahi kanitin diye ayet düşkendeyken şuna buyurulduk biz ne? Yani Peygamber bizi buyurdu şu namaz okuvat şükürşkan. Ve tusulduk biz gap kılışın namazın işilik gap kılışın çok tusulduk. Diyen bir hadis var Zeyd ibn Erkan. Ben bu hadisin üzerine ben şeyh olan iki tane muhaddis alimlerinin ustazı olan İmam Bukhari ile İmam Müslim ki üzerindeki kitabı demek kılan onun için rivayet kılan deydimdi. Fein khiftum fericaden ev rukbanen feyze emintum fezkurullaha kema allemekum ma lem tekunu ta'lemun. Anda oğadiken mene namazı öz vaktida layıqda okuşluş davamlaştırına, davamlı müştak kılanlar dedi. Digendiyken ende unda oğandiken eğer nim qıpqasana, qo'rqib qalsana qanday bo'ladi? Davo dedim. Fein khiftum padigami tak. Anda oğandiken
Mana aş namazı okumsak öz joyda o'qishimiz Allah buyuribdi. Namazın farzikel bir gap. Uni öz vaqtida o'qish demikan, o bir gap ekan. Bir gap bo'lgandan keyin o'chog'imizda aş o'qimasak bo'lmaydi ekan. O'qidi olmaydi. Qanday o'qilamda ashta o'qina. Mayli qo'rqinish holat bo'lsin, mayli qo'rqinma xotirjam holat bo'lsin, safarda bo'lsin, o'zi nimada bo'lsin, hazarda bo'lsin yoki osmonda bo'lsin, ya yerda har qanday yerda bo'lsin, siz mushta o'qishingni kerak degan gap chiqadi. Lekin agar deydi Alloh taolo qo'rqib qolsanglar, ne qilsalar mesela düşmandan yoki kalkundan yoki yitqish hayvonniki o'zi men ziyon yetkazib qoladi deb namoz o'qigan vaqtida siz uni qo'rqib qolsangiz qanday qilinglar? Mana namozniki ichidagi nima bor? 6 dona farz bor. Shuningdek vojiblar bor, sunnatlari bor. Uniki sirtida yana 6 dona shu farz bor. Farz bo'lgandan keyin osh betim o'qish nima? Pes. Agar bir odam namoz o'qiyman deb, mana ashta qilsa, o'chog'ni qalbiga qarab namoz o'qiyman yo o'z vaqtida o'qiyman deb ashta bo'lib qolgan vaqtida o'chog'ni ne bo'lgan bir urushib ketdi. Jihad kafirlar bilan urushadigan bir ishchi bo'lib ketdi. Urush bilan to'shtoq bo'lib qolgan bo'lsa yoki bir kalku suv ofati bo'ldi, sayl. Mushta suv ofati bo'lgan bo'lsa, o dengiz mushta dulqinib ashta bo'lgan bo'lsa, yoki bo'lmadi yitqish bir hayvon bo'libdi. Yitqish hayvonniki o'zi qarmasak, qalbiga qarayman yoki bundoq qilaman deb ashta o'qigan vaqtida uçağınızda, nima ekan uçağınızda, o meni o'rtirib, loyiqli farzning o'zida ashta qilib uçağda shuktirib o'qishga imkonchi yo'q ekan. Qanday qilamiz uçağınızda? Yoki men dushmanni urushib etibdi, yoki dushmanning turmushi tushib ketdi, yoki Xitoyniki kafirlarning turmushi tushib ketib, u namoz o'qitmaydi ekan. O'qisa uçağınızda ig'ir daraj jazolab yoki o'ltirdikan yoki qiynab mushtaqchi qo'ydi ekan. Men mushta bir qo'rqish ahvol bo'lgan vaqtida uçağning o'zida namozni o'qimaslikcha bo'lmaydi. Herkes o namoz nima qilmaydi, tushmaydi. Nima qilmaydi, tushmaydi. Mana hozir deganimizda chunki namozning o'zi bu bir qalbiy nima ish. Nima qalbiy ish? Buniki asosi xemiturchi yadrosi xushu bilan tazarrutdan iborat bo'lgan qalbiniki shu ishi. Unda o'niki qalbining ishida bo'lgandan keyin qandaqki imomi qalbining ishida bo'lgandan keyin bu har qanday vaqtda biz nima qilmaydi, tushmaydi. Nima qilmaydi, tushmaydi. Ammo namozni boshqa ibodatning o'zin ashunda bir nima bo'lib qolgan bo'lsa, o'zir, ashunda bir ish bo'lib qolgan bo'lsa, uni vaqtida o'qimay, uni vaqtida o'qimay, uni dekiya qazot binasi o'qishga u nima durust. Nima durust? Ammo ibodatning ichidagi bu namozning iborat bo'lgan bu naskarning o'zini hargiz tashvetib undaq, mana undaq bir mesela urush bo'lsin, yo dushman bo'lsin, urushayotgan maydon bo'lsin, u vaqtida namoz vaqti kelib ketdi. Kelib qolgan bo'lsa, yo turmush tushib ketdi, hozir davrimizda eng ashaddiy kofirniki turmush tushib ketdi. Tushib qolgan vaqtda namoz o'qiymansak, o'chada o'qil qilmaydi ekan, bog'laydi ekan, yo urdi ekan, yo qiynaydi ekan, otidi ekan. Men mushundaq vaqtida namozni o'qimasangiz bo'ladi degan gap yo'q. Chunki amalning ichida zohiriy amal bo'lgan bo'lsa, meni o'zi harakati orqali ibodat bo'lgan bo'lsa, uniga bir to'sal bo'lib qolgan bo'lsa, uni vaqtida qilmasangiz bo'ladi. Ammo uniki qalbida qilgan bir amal bo'lgan bo'lsa, u qalbiy amalning o'zi mesela iymonda hargiz tushib ketmaydi. Nima qilib chiqib ketdi? Şu an Allah Qur'oni Karimda va qalbu mutmain bil iman. Men mushdaq majburlab ashtaqa vaqt uningki qalbining o'zi iymon bilan nima ekan? Mustahkam ekan. O'chog'ida bu odamning og'zidan men har ikkidan o'chog kufr gapini nauzubillah. Ashta deb qosim o'chog'ida bu nima iymonda chiqib ketmaydi degan nima oyat bor. Uni qatta men bu namozning o'zi nima deydi mena nima deyna namozning o'zi qalbiy ish bo'lgandan asos meg'zi, xemiturji tazarru va nima xushu. Yani kalbinin üzerinde resmi Allah'ı korkup, meni Allah'ı ümit kırıp, meni Allah'ını hep zikir kılıp, esnaf kılgan bu asas olan iken, bu itibarla namazın ki yüzünü mümeydi o, her güzü düşmeydi. Her güzü sakat olmaydı. Şu an Allah Teala bu yerde bu dişdeki sebebi nime muşu. Eğer muşu vaktini kılımen hepsini korkup kalsanlar, hem de başka ibadet kılıp korkup kalsanlar o zaten, kılmışsanlar uçağınızda özür uçağın mezur. Ama namaz kâyatkan kılsıdan, pericalen. Muşta qo'rqish ahvoli bo'lib qolgan bo'lsa, parijodan keyin tasallu rijolan. U qo'ysa u namozni unmen mangan holatda. Men turib harakat qilib turib, urush maydonida Qur'onni ko'tirib, Xitoy kofirlarning o'zini oqida surib turib, muşta namoz vaqti bo'lib qolgan bo'lsa, shu chog'ni shunda o'qiysiz. Ammo qalbiga oldini qilamsiz, qilmamsiz, qalbingizda men qalbi qolib turib o'qiyversangiz shu bo'laverdi.
Uçağda bu şüktürüş gerekti o perce. O menip kettim uçağda o bu deyiverdi. Uçağda ruku kılman, saydı kılman deysiz ruku saydım olmaydı. Uçağda men kalbinizi karıştırır. Hatta şu nersin üzerine. Mena bunda bağ vaxtida bazı ölü bağlarımızda resmi kalbinin üzerine zikir tesbih etip zikir tesbihinizi la ilahe illallah vaxtida şerkete gedek. Onun başka zikirintisi şunun olan şu boludu diyen mındak adımların gözü var. Yani demek namazın üzerine her kanı vaxtını kılmaydı o düşmeydiğin gibi. Hem de Ricalan degan gap, yani racilninki jam'isidir. Yani nima degan gap? Racilun degan gap ism pay degan gap. Ricalan degan gapning o'zi bu ism pay bo'lib, masalan rakibun, rikaban deganida kelganda bu jam'i. Jam'i bo'lgandiki rajala yarjul degan mangdi put degan nima? Mangdigan narsa. Shu mangdigan narsa o'n kuchliq. Unda bo'lgandiki bu e'tibordan arab tilida mana putninki o'zi rajiyana, rijilun deb mushtaq dedi. Yani nima qilgan? Mangdigan narsa degan asosda. Unda bo'lgandiki bu yerdeki ricalanın üzeri reculundaki ricalan boğan isim camit emas. Bu isim muştaq olup onunki paylı nime mufredeninki üzeri racilun. Racilun, racilan, racilunen, ricalun. Racilunen, ricalun. De muştaq çok geldi. Rakibun, rakibune, rakibani, rakibune, nime rakibune. Hem rikabun, rikab. Depçu sahibun ne dep geldi onunki cem'isi sahibun sahibani sahibuna sahab depçu geldi sahab depçu geldi. Onda varken bu nime o şununki cem'isi diyen ne buludu gepçu buludu. Yani diyen ki muşatten diyen ne bu naks oğandaki ramin. Onunki cem'isi maşin maşyan maşuna muşatun fuadun esin geldi. Onda varken bu itibardan ne bu cem'i. Yani piyade mağan haletten namaz okuna. Menip turup okuna. Aslında menip turup okumaz, şük turup şu oturdan gel. Şu vakti menip turup şu uyuzu Xitay kapıdan sürüp yürüp aşağıda. Ben aşağıda ya keçip yürüp namaz vakti kaldı. Şu vakti şunda şu okuşlar. Eğer namazı yüzüp ya turup oktat nem kılmaydıkken, onu uçağınızda tohtat kılıp koymaydıkken. Tohtat kılıp kalsa okup kaldı. Onda vakti iş kıvetip turup nem kılmaydı o. Uya bir yürüp git berip okusanın bolu deydi. Bizim vatanımız giderken. Aştak bir kapırnınki, men aşu kapırnınki turumuk çupkağa vaxtızda, men aşu kişilerin üzüldü bu namaz sakıt olmaydan gibi. Uçağımızda eğer imkanınız olsa oturup okudan ilk dönemi kılsanız Peygamber Meclisi kılsa sen namazdaki persi aşu nime işin persi altta. Alt oğandaki kıyam, ruku, seyde. Ve nime teşavvutun miktarı. Onda oğandaki bunun kartta eğer sağlam bolşunda okuş pers. Ama o kıyam örtüramaydıken siz. Uca ruku kıp okuysiz. Ruku okuşun yetmişse oturup okuysiz. Seyde kıp okuysiz. Seyde kıp okumuz yetip turupçu okuysiz. Mesela şu okuysiz. Onun için ben amaçı onu da okumasam buluyor için yok. Ya ki ulakım mingen halette. Bir neski mingen halette müştahanim kılına okunla deydim. Bir neski mingen halette deyim kılına okunla deydim. Şimdi kandak bir neskerenin üzge sılıp minip gitip veripsizler. Uruş meydanda yak atka, yak töyge, yak adırke, men zamanvi nimeluva, men her xil minilgan nas şuba. Şu vaxtda uruş vetipsizler de hem de kafirler. Aşağı sürüp yaki şu yılki tanka va kaza bir ondik digeledek aşağı bir neskerenin üzge yak olmaydı ayır falan da mun muşdaqın düçken. Ayır planın üzü şu başkuru diken adırke ayır plan kettik an o üst Kur'an. Ninki nimsi yak rakita bilen atıdığan aşağı bir yerde yaşını apırıp atıdığan nimeyken. Aşı vaxt namaz vaxtı qalğan bolsa şu vaxtda gitip berip turupla men turup degan şu men adan. Aşda okuş namazını. Qattiq tarkasizlik bolmaydı o deydi. Rukbana degan gapning o'zi rakibun degan mufratninki jam'isidir. Yani nima degan gap desa moyit bunda. Qandaki mumkin bo'lsa qiblagan oldini qilish yoki qiblaniki g'ayriga ochiq oldini qilish qandoqligi mumkinlik bo'lsa, men qibla oldini qiling qilmang. Qaysi ishdan bo'lsa siz mangamsiz, turamsiz, meni piyod mangamsiz, shu qalbingizda ashtaq namoz o'qidim deb shu nima qilasiz uchoningizda o'qiysiz. Deb mushtaq shu deydi. Va ishorat qildi odam rukular va sajdalar nima qildi? Ishorat qildi. Agar shunday imkon bo'lsa. Hem yugurib ketib berib, bu odamning shu o'qiydigan gap tartiba vaqt bo'lib qoldi. Unda o'g'anikim bu odamning agar imkonsiz ruku qilish, sajda qilgan ish bo'lgan bo'lsa, imkon bo'lsa shunday qildim. Agar uning imkoni yo'q ekan, yugurib qo'g'lab ketib yugurib ketib beribdi.
Hem namaz vaktinde az kaptı deydi. Bolup namazşan namazı. O vakti nime kıska. Unda o çağda ben işte kıvetip mani bir okuyman dese vakti ketip kaldı da. Unda o anı yüzde derhal kandak kızı kaysi vakti olsa uşağın yüzde imkan yetken ki asasen namazı şu okuyduğun gibi. Terk etişki bulmaydı. Şuna kesel ukağa Adem'den men o Adem'in üzerinde hiç kanlı vakti üzerinde Hanefi mezhepte en ahırda közüyle işaret buludu ama onu dikiki bulmaydı. Onu kim kup koymaz. Eğer açta okuyamagan olsa kim onun kazası kısışı buludu deydi. Katlı çıkıp ketmeydi. Men bu namazını muhafazat kılışırken men alaydı nime o bir delil. Namazı men muştaq okusun, muştaq vaqtda muhafazat qan bolursunuz. Ama özünüzge menfaat kelgan vaqtida vaqtingiz kan azodan. Men mush vaqtingizni dikildab o'qib, uni kichkina bir dunyoviy yo boshqa ish bo'lgan bo'lsa, og'ir yo bir narsa qolib, darhol namoz o'qib, tark etib, yo ushqinib qilib, atgan qopolmay. Men namoz vaqtini o'tkazib etib, bo'lib cho'ng shaharning o'zida undaq qilsangiz, bu ma'zur emas. U o'zruchi bo'lmaydi. Siz mu'min musulmon bo'lgandan keyin shu payg'ambar nima dedi? Kıyamet günü yüzüde hiç kandan sağ yok vaktin yüzüde. Mene kıyamet günde Allah'ın sayısı, Allah'ın rahmetinden azap ukubet bulmaydıgan, kınçlık bulmaydıgan Adem'den yette dedi. Yettenin bir kavramı. Mene o Adem'in yüzü bir namaz okup olgandaki ikinci katım namazı okuyan kadar devamlı kanda okuyman, nerede okuyman, kayada okuyaman, kandak vaktide okuyaman, dep muştaq nimka Adem buludu, muştaq esep tuğa Adem çok buludu dedi. Diyendikin bunun qarapmandıki şundaq dərəcəyə erişmənsək açdaqca qısaqçı boludu. Əmdə deydi o, qaçaniki əmdə xatircəm bulsan. Nemi deyin? Qoquşdun. Ya uçaq turumudu çıxıpsıdan, ya uruş meydanı şu eməz, xatircəm turduğan, ya jitqiş hayvan yox, ya ki kəlgün su qoğlap gəldiğən, ya bir nəsi yox. Uçağınızda əmdə xatircəm adət bolğan bolsa, uçağınızda pəzkurullah. Allah'ını zikir qılınlar. Ben Allah'ın kılına zikir kılındı ki yani ne deydi İmam Suyuti saldı deydi. Bu yerde namaz okuna demek Allah Teala Allah'ın zikir kılına dedi. Çünkü namazdaki asas nemsi demek zikir. Zikir oğandaki uçağınızda namazdaki bir parçası ne oldu? Zikir oldu. Zikirinin üzerine parçını cüz'ini zikir kılıp uçağı kul oğan namazın işinimizi kılıdı o uçağı irat kanı katar. Bu ne olan? Mecaz. Yani Allah'ın zikir kılınlar bu yad am. Onun için Allah'ın her kılı am olduğunu gelir. Mesela ben hesap. Uçağınızda hemen kıpağınlık Allah'a şükranızı katatı zikir tesbih okuyup, etip, Kur'an okup, müşidak Allah buyurgan işini çok kırıp kılınlar. Onun içinde biz adet vatkanda bulup namazını çok okunlar. Şu canlı hatırcan boğazı da namazın üzerine kandak boğan bolsa yani namazı çok okunlar. Kandakke silge, mene silip bilmegen nesini Allah'ın imkanı öğretken. Siz namaz okuşu kılmaytınlar, bilmeytınlar. Namaz gen neymo İslam dinimizdeki. Men o kandak okuludu, kandak ime, kandak okulmaydı, kandak nasıl kılış gerek, kanı kılması gerek. Diğerledik muştan nasıl burunçup bilmeytınlar. Bilmegendikin Allah Teala silge yüzdeki peygamber arkalık, men yüzü vehi düşürüp hem asmandaki kışırıp çıkıp o yer namaz okudu. Onunkin emeliyatta Cibril Aleyhisselam asman yergi düşüp onunki Muhammed Aleyhisselam öğütüp Muhammed Aleyhisselam namazı kandak okuyduğun hem vakti hem men yüzün emeliyeti arkalık, iman buluşu arkalık ve hakkı qaraş arkalık muşta önüm kıldı, öğretti. Öğretkendeki şu bu için kanala öğrenildeki şu peygamber ne dedi? Sallu kema ra'aytumuni usalli. Men kandak namaz okumasam şunda okunlar. Şunda okusanlar Allah Teala'nın iken men namaz okunlar diyen aş namaz diyen gapni Allah'ın iken muradıga asasen layıkçı okan bulsunlar dedi. Onda vandiken siz işte hatırcam bulup o qoquluş işinin hemmesi tüge vaxtida namazı kandak öğrenip kandak peygamberini öğrenip aş taqqamız şundaqçı öğren Allah deydi. Hem de kabla talimihi min peradiha ve hukukiha. Mene anda bir nemesi bommadığınızı öğrendikçe bommadığınızda yani şu namazın öğretişindeki şu Allah Teala öğretişindeki aldıda namazın perzleri hukukunu. Namazın perzi değil mi? Onun hak hukuku değil mi? Diğer müşriki aldısı nim kılmaktanlar onu bilmeytanlar. Onu nim kıldığı Allah Teala peygamber vasıta arkadaşlığı öğretti. Öğretkede şu da çok okuna. Kap deydi o bu yerde kama diki kaptın üzeri misal diyen numarada. O her bozumun isim değil. Ve
ve manimedir o yerde kemadaki manın üzü isim mevsudur. Yani anda bilinmesi okşaşken öğretti o Allah silge anda bilinmesdeki silinim kımıdığını onu buruncu bilmeytinler. Uşağı da bilmeytinler o nesne. Uşağının ma her işkil manime isim mevsul. Ya konmaydı onu nima deymiz uni masteriya. Ya'ni urf masteriyaga uniki o'zi pilga kirgan bo'lib, pilniki o'zini pil o'simi u ma'niki o'zi uniki kelgan pilni aylantiradi, ma'ni jihatda mastarga aylantiradi. Nima degan gap? Ya'ni kama allamakum ma lam takunu ta'lamun degan gapning o'zi, ya'ni nima degan gap? Misli ta'limikum sizni o'rgatgan o'xshash. Ya'ni mislu ta'limillahikum. Yani Allah Teala'nın sizi öğretken o'xshash o'qinglar. Mana nimani ma'lam takun ta'lamu deganda fi adami nima? Yani sizlar namozni o'rganmagan vaqtingizda sizlar Allah Teala nima qilgan sizlarga namozni o'rgatgan. Yani uçağınızda ma'nun o'zini lam takunning o'zini nima qildi uchun masal aylantiradi. Bunda men shu aytimiz deydi. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. Yine Allah Teala ayette inşallah. O anda bir kişiye vefat taptırıldı o kişinin. Senin içinden vefat taptırıldı. Yani yutavafanın yüzü yukarı dedik. Yani canını kapsıp elinipti. Yani ölüptü. Ölgen kişi olan olsa senin için bir kişi ölüp gitti er kişiden. Ve terk etipti bu ölgen er kişinin yüzü ayalların şu terk etipti. Ayal hayat kaptı. Uçak kan takılımı bu yerde bana vellezi yutavafanna bilen meliyadiki yukarı ayetin yüzüden nibatı yukarınızda ve in talaqtumunna min qabl atamussunna deb men müşet fakat talaq ve aile ve nikahın işini deydi. Şunun aralıkta men namazın gepini qilib biz aviyati deganda açtaq şu. Nima o? Sizden aileniz ubdan bolsun, mening balam yaxshi olsun, urushmayli, nima qilmayli desa, en muhim bo'lgan nima? Namozni o'z vaqtida ulayg'ida o'qish. Shunda qilsangiz bo'ladi. Shunga namoz o'qimaydigan fosiqlarni kelimiz qarsak, ko'pincha vaqti nima? Ailening o'zi jadal, majra, urush, talash, yili uni qo'yayotgan, yili buni olgan bolalar yetib ashtachi bo'ladi. Mana bu haqiqiy taqvo, muttaqi, solih kishilarning o'ziga bu ish shu loyiqcha emas. Chunki u namoz o'qiydi. Namozning o'zi shundoqqa uni to'sidi. Endi sening ishingdan o'lib ketgan kishi bo'lgan bo'lsa, o kishining o'zi bir muncha nimalari ayollarini tark etibdi. Ya'ni ayol tul qilibdi. Qandoq qilsin deydi u? Vasiyatan. O chog'da o ayollar, o erlarning o'zi vasiyat qilsin deydi. Yani pel yusu vasiyat qilsin, ular bir vasiyat qilmoqligi. O'lay degan vaqtingizda u odam qanday qiladi? O'lib bo'lganligi emas. O'lay degan vaqtingizda shu alomatlar ko'rindi. Ko'ringan vaqtingizda darhol meniki ayolim qilib qoldi, men o'lib ketaman. Kan degan vaqtingizda bu odamning gadiniga vasiyat qilish nima vojib. Nima deb? Endi bu yerda biz hozir o'qiyotgan qiroatning o'zi va yazrauna azvajan vasiyatan li azvajimda vasiyatda zibar o'qidik. O'chada zibar o'qigan vaqtida vasiyatning o'zi uniki omil bo'lgan fe'li nima mahsub. U mahsub bo'lgan fe'l qav deydi Imom Suyuti fal yusi. Fal yusi yani vasiyat qilsin degan bu yerda mahsub bo'lgan nima fe'lniki nimasi ma'muli vasiyatda deb zibar o'qildi deydi. O'chada yana bir qiroatda deydi Rabbi bilandir. Nima degan? Vasiyatun li azvajihim deb o'qildi deydi. O'qsa har ish qilsa, eng mashhur qiroatning o'zi sabiy qiroat deydigan ish bor. Eng mashhur islom dunyosidan shu salaflarning zamonida kunimizga kelgan hamma e'tirof qilgan 8 dona qiroat bor. Nima? 7 dona. Shu qiroatning ichida mushu Rabbi o'qish uchun bor deydi. Endi yeni bir qiroatning o'zida Rabbi bilandir, vasiyatundir. O'chog'ida vasiyatun degan nima degan gap bo'ladi? O'chog'ida mubtoi mahsubning nimasi xabri. Ya'ni degan gap alayhim degan gap bo'ladi. Vasiyat qilish ularning gadiniga vojibdir. Ya'ni ularning gadiniga vojibdir vasiyat qilish degan gap bo'ladi. Vasiyat degan gap nima? O'chog' mubtada bo'ladi. Uniki xabri nima? Mahsub. Vasiyatun alayhim. Ularniki
Aleyhim vasiyatun. Ulanın geldiğine vaciptir vasiyat kılış. Uçağında aleyhim diyen gapın özü xabir mukaddem mahsub. Vasiyatun diyen mubtay muakhar. Üzü bu vasiyatun özü nekir olsun. Lekin ayette tahsis itibarından tahassus ve haslaştır itibardan bu nekirin özü ne oldu? O yerde mubtadaçı oldu. Ma'rif oldu yani. Mene ulaniki geldiğine mene vasiyat kılış vaciptir. Kim için? Özü kep kalan ayallar için. Ayallar için vasiyat kılıp çok koyuş gerek. Ve metaan diyen ne diyen yapan denina? Metaan deydi İmam Suyuti. Yani yüzdeki ayallarga vasiyat kılış gerek. Ve şunu dek men nemi de ve ulaniki yüzge bir mutti bir şu kıkını vasiyat kılış gerek. Yani mutti bir anla bu benim ayalımga men ülüp ketkendikin deyişi gerek değil. Yani demek metaan diyen gapning özü yuqorqi aşağıdaki yelaki vasiyetten degandek bununki zibar o'qishning o'zi uniki mahsub bo'lgan nimasi var bir amil var. O amil qavi deydi va yu'tuhunna. Bergaylar bu ülüp ketay degan adamning o'zi shu ayollarga bir mutini bergay. Mushta shu bergay. Mushta shu vasiyat qilsin. Da mushta shu deydi. Undan keyin metaan degan nima yuqorida chiqib o'tib ketdi. Metaan degan mata diyen gapın üzeri aslında bu insanlar menfaat alırken onu mening emas diyalargan barliq narsani Arapçada mata deydi. Eşya. Nima bizim Uyg'ur narsa yani eşya deymiz go. Yani eşyalar Arapçalık gap olma. Men eşya desek yani bir tutqulu olgan müşta bir narsa şu. Yani o erning özü ülüp ketgan vaqtida şu ayolning o'ziga qandaq son bir aşı ayağının yüzü menfaat alalaydıgan. Ben muşda binas keren birini dep yüzü kep kalan varsın yüzüge ayallarınız müşta kılın dep ne muksun ve sen çok kısa değil. Yani metaan degen gap anda bilinmesi ki menfaat alıtı bu ayallar o nesiller. O menfaatsen menfaat algan nesil değil mi o? Hem de iri ülüp ketkendiken nefaka. Şunu dep ne mi o kim keçek? Hem de iri ülüp ketkendiken onun beraber adam yok. Ben yapıldığındaki andaki o nimdeydi her kişi. Ben ülüp keteydik vaxtida andaki aş qağa adam vasiyat qilib, meniki ayalmışlar bakan, antakan. Unda o andaki manığa bir kim keçek turalı joy, endi turalı joy beriş kerakmi, kirish emasmi deganingizda ixtilof bor. Men mushundaq bo'lgan vaqtida mushdan narsa chiqib rasqini mushdak bir biringlarda vasiyat qilib qo'yish çok kerak. Deydim. Nima kerak? Bir yilg'ichilik. Bir yılgıcık mene muştaq qilsin. Men o adam ülüp ketkendan ülüp ketishdan ki vacip bo'lguchi edi. Mena nimaga shu ayolga, shu erni kutish. Mena o ayolning o'zi ülüp ketgan vaqtida bir yilg'ichda erkakmek turib qolgan bir vaqt bor. Shu vaqtning o'zida nima deydi Alloh taolo? Ashliga mushtaqchu narsachu beringlar deb nima qilsin, vasiyatchu qilib qo'ysin deydi. Mena chiqolmagan holatda. Yani chiqolmanglar. Yani ayağının üzerine ülüp ketkendikken şu öy tutkan, öydün çıkıp çok ketmişsin, çıkarılmışsın, demişler çok vesiyet kısa değil. Yani gayri ihracı degen nedir? Haldır. Haldır degen yani gayri muhracatin. Çıkarılmagan halette şu ayağın. Çıkarılmagan. Muhraç. İhracın yüzü mesler olsun mu bununki yüzü isim mef'ul muannas cem'i manada değil. Yani şu ayollarni çıkarılmagan holatda. Nima deyin? Ularniki turgan öylerden. Turvatkan öylerden. İri bilan turvatkan öyden chiqirib bir yilg'ichik buni og'ishik onasiga ayolga yemek, ishmak, binas kerakni hammani cho men bagdak mushtaq qilib qo'yinglar deb mushtaq vasiyat qilishning o'zi bu nima? Har bir taloq qilmoqqa mushtaq bir erning o'ziga nima o vojib deb mushtaq deydi. Endi may tövəndə bu məzmun var. Pəzgər o ayalının özü, o ayalının özü çıxıb getibdi öz ixtiyar ilə. Mənə o qapqanın, varisi qalanın özü apısı olsa çıxmaydı. Həm də apısı başqa. O nima başdakı ayal ülüp getdi, başqa balları qap qaldı. Keyin ikkinchi adam bilan ikkinchi ayol o'landi. O'lgani balisi yo'q. Unda o'g'anlikin shu vaqtda deyilgan gap.
Endi o ayolning o'zimi shu vaqtida o varis bo'la oladi. Shundoq bo'lsa-mi, o'chog'imizda nima deydi bu yerda? Mana o odamning mushtaq bir yo'lishi uni chiqarmaymi yerdan? Aşı o nima miras zati tugaydi o mirasning o boshqa gap. Undan boshqa endi miras ep bo'lganda kim o ayolning o'zi o'ydi chiqarmani bir qiz mushtaq turib, mushtaq shu tuson deb nima qilgan gap o'choqdan meni vasiyatchi qilgan. Shundoq qilgan gap. Agar bu ayolning o'zi o'z ixtiyori ashta chiqitibdi. Chiqitishning o'zi qanday? Mana yuqorqi oyatimizda 4 oy, nima 4 oy 10 kun iddat tutish. Onun deyken anva tövenlik deyimiz uni. Onun deyken bu ayolning o'zi ixtiyoran qilib chiqitibdi. Mushta to'disi olmay chiqatgan bo'lsa, fala junaha alaykum. U chog'ida sizning ustingizga hech qanday bir gunoh yo'q. Onda bilmas ular o'z vaqtida qildi. Öz hakkında kıldı. Çünkü iddet toş dedi 4 ay 10 gün dikin. Kılan dikin öz hakkında mağrup bilen bir işlik kan bolsa, andaki erkeklerine de özünü yasap, çırayla kim keçek giyip, ben muşdak, İslam dinini közetken neminin asasında. Hazır kadar ondak teberrük şekilde emez. Ben muşdak şu yasılıp, bir nazikın muşdak şu çıray kim giyip, muşdak şu turuptu. Mesela o yazık, sürtük onda bir çıkamayın. Muşdak kan bolsa silginin bulmaydı uçağda silgi günah olmaydı. Deydim. Mene uçağınızda bu ayollarning öz nefsinden ma'rufdan bo'lgan ishni qilibdi. Ma'ruf degani İslam dinimizde ayollarga nisbatan qandoq yurish, qandoq ishni qilish va qilmaslikdan iborat bo'lgan narsa ekanligini İslam dinimizning qonuni berketgan. U ma'ruf bo'ldi. Shu shaklda o ayolning o'zi shundoq qon bo'lsa, uçağın o'zi uydan chiqib ketsami, uçağın 4 oy 10 kun bo'lgandan keyin sil gunohchi bo'lmaydi. O'zi mayli chiqsa deydi. Ma'ruf yani. Mesela o kavun özünü perdazlaş, kartuşu terk etiş ve nepkini bu ayaldan kesiş. Ne bu mer? Çünkü 4 ay 10 kişi nepkini bergan gap. Onu deyken şu an onu beğenmesim için boludu. Ama erinin özü vesiyet kalması, vesiyet kılış gerek. Açta kalgan bolsa uçağınızda esi bir iş vacip. 4 ay 10 kişi. Onu deyki bir iş adamın vesiyet kalsa bir işin özü bolgandan keyin o ayalın özü tutmayman, itip toşkanı çıkartmayan dese uçağınız için meyli de edepin hemiz kesildi deydi. Muhtemelen çok kılı değil. Allah Teala özünü azizdir. Her kanda işte üzüde galip gelgen izzetlik olan bir şattır, nemidir, zattır, özün mülkide ve Allah Teala'nın özü her kanda işin üzerinde hikmetle iş kavucudur. Yukarıda işte mandakının hikmeti var. Nemi var? O insanlar için kendisi payısı var iş. Yani nemi de Allah özü kılığı deydi. Hem de deydi o İmam Suyuti rahmetullahi aleyh vel mesiyyetul mezkuratun mensuhatun bi ayetil miras. Mayadan bir adam ölüp ketken bolsa, ölüp ketken deyken onunki ayal kıp kalgan bolsa, o kıp kalgan bolsa bu erin yüzü ölüp ketişten buru vesiyat kıp boyuş gerek. Muşta ayalını çıkarıp atmanla, bir iş kılıç muşta tutsun, bir nas kerekinden muşta kınal dedi. Diygendeki bu vesiyatin yüzü deydi İmam Suyuti, ne mi deydi bu? Mensuk deydi. Mensuk ki yani bu ayetin nemisi ne? Onunki lafzisi Kur'an-ı Kerim'de bolsa mı? Lekin onunki ameli nime? Onunki hükmünü icra kılış amelde kılık deydi. Bu amelde kılık nimeden boldu? Nimeden sebeple miras ayeti bilen. Miras ayeti bilen nime o? Mensuk. Miras ayının üzü Sure Nisa'nınki ahirki ayet nime dedi? Allah Teala. Eğer bir adamniki ayalı ölüp ketken bolsa, balsı olgan bolsa 8'den biri, belki onun balsı olmagan bolsa 4'ten biri diyen nime o? Mirasınki hüküm bu. Bunu asasen onunla diyor mensuk o. Vesiyet kılmaydı o. Çünkü er ölüp ketkendikken optimatik halatta İslam dinimizde o erinin üzeri vesiyet kılmışsın. O canınızda bu ayal adamın varisi mirası alıdı. Miras algandikken bu ayetlik üzeri mensuk. Çok mensuk. Hem de ve bir yıl kütüp duruş diye ayetin üzümü nemidir o mensuktur. Ve bir yıl kütüp duruş diye gepnin üzümüne mensuktur. Nemi olan 4 ay 10 günlük 4 ay 10 günden ibaret olan ayetler için mensuk. Yukarıdığımızda sizin işinizde müştah bir er olgan bolsa, onu ölüp ketken bolsa, o ayarlarını terk etken bolsa, o canınızda bu erdinki ayarları 4 ay 10 gün iddetçi tutsun. Yani öz nefsini nem kılsın, öz nefsinin üzerinden ucağı karapçı tutsun. Dep müştahçı deydi.
Ondan keyin bu oyatning o'zi ikki oyatning hukmi bilan mansux debdi. Degandan bu yerda 4 oy 10 kunki sobiq edi. Nima edi u? Bir oyatning yuqori. Asli mansux degandan keyin u chog'da nasixning o'zi mansukdan kelish kerak. Mansuk degan keyin boshga yalaqi keyingi narsa niqmaydi boshga tushib qolib uni keyingi nima mansuk bo'lmaydi. Unda o'nki mayada deydi Imom Suyuti. Uniki mana ilgaki nima edi o 4 oy 10 kun iddat tutulgan gap sabaqat edi, ammo keyin edi tushdi. Kish nima deydi? Tushdi. Endi oyatda vallazin yutawaffuna minkum va yazur azwajan yatarabbasna nima bi anfusiz salat nima arba'ata ashhur va ashra degan oyat. Uniki hozir Qur'onda tartibda ma oyatning 5'idi bo'lsa-mu, lekin buniki tushda ma oyat boshda oyat shu keyin kelgan. Shu bu nima mansuk deydi. Endi ba'zi ulamolar hamda mushtaq desimi, lekin yine ba'zi ulamolar nima deydi buni mansukchi emas. Qanday 4 oy 10 kunning o'zi. 4 oy 10 kunning o'zi bu ayolning o'zi iddat tutish vojib. Vacip bo'lgandiki bunun qarta mana bunun qarta o ayolning o'zi shu erniki uyda qattiq turishi kerak. Uning qarta bu ayolning o'zi o varislar har qanday vaqtda chiqib ketmaydi. Ham o ayolning o'zi o erniki aç tutayotgan uydan 4 qattiq chiqish bo'lmaydi. Ammo uningda qolib qolgan nima 7-20 kun. 7-20 kunluk üzüp qalğan bolsa, uçağınızda 7-20 gün. 7-20 günün üzüdə bunu bu adam üzü bilen bilen baqqandikin bunu qarta andikin o adamın üzü qalğan varisliğe vəsiyyət qilib muştaq qan bolsa uçağınızda bu nima afzal. Bu nima yaxshi. Mening ayolim muştaq nayt ubdaş qildi, meni bak kuyinde baldırım. Unda oaniki mening miras qilib 4 ay 10 kunlik bolsa-mı, unindiki yine bir yıl, yani 7-20 kunluk üzüdə uçağınızda mani şu yine öydən çıxamay, özü ixtiyar olmasa, onu yemek işməni berib, men muştaq qılınlar. Bu meniki nima bo'lgan bo'lsa, meniki hurmatimni menga nima qilish uchada meniki o'ziga mana shu yerga bir odam bir nimasi o'lib ketsa, buni hazo tutib, uni afsuslik qilgan bir vafo emassi o'zi. Men mushtaq qilib qolsa, ashtaq qilinglar degandan bo'ladi, gap bo'ladi. Bu deydigan men mushtaq nimalar ko'z qarash cho'pa. Uchamizda bu oyat nima emas, o mansukchi emas. Uni shu amal qilamiz deydi. Agar ashtaq qilib qolsa, bo'sh bo'ladi. Nima bo'ladi? Bo'sh bo'ladi. Taksimə o durç deydi. Hem de deydi İmam Suyuti ve sukula sabit ettim. Ve iri ülüp ketken ayalınınki üzüge turalık cayını beriş sabittir şu ayal için İmam Şafii rahmetullah'ın yazıda. İmam Şafii rahmetullah'ın bir adamınki ayal ülüp ketken bolsa şu ülüp ketken ayalın üzüge yemek içmek kim keçek şununla turalık cayını için bir şu gerek. Yani şu ya tursiz bayan edip. Ama bizdeki Hanefi mezhebinin üzerinde fakat şurada iri ülpiyetken ayal olan bolsa onunki mana yemek içmek kim keçeni berimiz o turağı canı belgili olmaydı o diye bir düşünce var. Bu yine başka bir ayette var. Şu ayet asasen şu deydemdi. Yine Allah Teala bu ayette velil mutallakati meta'un bil ma'ruf alel muttakin hakkan alel muttakin deydemdi. Talak kılıngan ayallar üçün badur mut'i ve ma'ruf bilen bu işleme hak olan alette. Yani bu işleme hak. Kim için? Muttaqilar için. Muttaqi için ben Allah'ı korkumen deydiğin resmi takva boğan kişi için bu talak kılıngan ayal olan bolsa o ayalga nim bir iş gerek mut'i. Mut'i'nin üzeri bu nima aviyatı diyelimizde yani ayalların yüzü birinden onun mening menfaat mening narsamda paydalanadigan maddi binaskarın üzücü şu. Bunun içinde hazır ayetin üzerinde onun içindeki ayetin üzerinde bu hem narsa şu hem talaqlık ayalın özü çıkardı. Lakin bu ayetinki animisi ülüp ketken ayal degan bo'lgandiki bu itibarat ülüp ketken ayallarımı yani mutli verilniki yani iddetin içindeki an naskarın şu biranlar hem eğer vesiyet kılganımız onun şu biranlar degan gap bo'ldi. Yani bunu da talak kılgan ayallarga mutli biranlar degan gapning o'zi bu yerda bu nim bo'ladi desa bu chanın o'zida bu oyatning tushunchasida o'lmalimi o'tirib ikki xil tushuncha bor ekan. Birisi talak kılgan ayallar degani mayli yuqorqi talak radi qilsin, o'qisin, bu qilsin, u chanizda u ayallarning o'ziga iddatning ichida bir shu kerak.
Erenci yemek içmek turğuncan bir iş gerek. Hem o ayalların üzerine bir adam epti. Eriş arka o adamın üzerine bir yer kemmepti, binasını kımaptı, binası bemepti. Mehrinci dişmepti. Demişken bolsa uçağınızdan o vaxtınızda talak basın boludu. Ama onu nemdeydi Allah Teala şunda kan bolsun uçağın üzerinde. Onuğa aşın her adam üzerindeki aş turmuş ehvalı qarab ayal kişiye bir motivasyon. Konumu da nima qilish uchun, yasash uchun oldin keta demay bir vasson bu yaxshi muhsin oğa adamniki dedik oldin darsimiz deydik. Hamda o ayolning o'zi egar erning o'zi o ayol epti amma ep oldim debdi uniki mana mehri haqini deyishibdi. Mukim bir sanga. Amma ikkisi bir yer kelmabdi. Kelmagan bo'lsa nima o? Kelmagan bo'lsa o'shaning o'zida bu deyishgan ashu mehriniki yerimini ergan yerimni ayol shu bahsun deydimdi. Bunu müştaq qildi. Eğer ikki bir-birisi apo qilish müştaq qilsa ham yaxshi dedi. Endi bu oyatning o'zida ayolga o'lib ketgan ayol bo'lgan ekan, ayolning o'zi ashu vasiyat qilib aytgan bo'lsa-mi, ashta taloq qilingan ayol bo'lgan bo'lsa, u chog'ning o'zida bunig'imi yana o'lib ketgandan keyin ayol yotqizmaydi, o'zi chiqamay ashta turib aytgan ekan, endi ishing tugi deb moqtinim qilmay, uni opirib yana ko'ngil xo'sh o'g'dak shaklda otaning xizmati qilibsiz deb, men uni qarta bir hadiya, uni qarta bir ayolning o'zi men buniki turmushini ubda qamdan deb imkon bo'lsa, boy bo'lsa, uchan qandaqlangan boyda pul berib, o'yib berib, bunday çok qilsin deydi. Nima qilsin? Degan nima bo'ladi? Ma'ni uchun bo'ladi bu. Şa qartilgan deb mushtaqchu deydi. Degandan endi yana bir ma'nosida talaq qilingan ayolning o'ziga motivatsiya degan gap, ya'ni yuqoridagi ash talaq qilingan iddatning ichidagi shu narsaga ashtaqchu berish kerak. Endi ma oyatning o'zida talaq qilingan ayol, ya'ni yuqorgi narsa hammasi mana shu yerda talaq qilingan shu ayolning o'zi mana shu hez yoki oylik bilan shu vaqtida uni tushib berdi. Yuqorgi oyatlarda bu sabit. Endi ma oyatning deyishning o'zida shundoq narsa berib bo'lgandan keyin yana hozirgi tazminot deymiz, hozirgi nemisi tazminot olmayman deyman. Men unikidan boshqa yana ayolniki o'ziga qanday qilish kerak? Ya'ni alohida yoki mehri emas, yoki nima emas, u mehrini zot bersiz, uchanizda bir to'y qilib, bir yer kirib, bir qancha bo'lsa, jazmali berib uni hech qanday kuch yetmaydi. Men shuni qilishga so'rab, uni qilib ben mehri yaraqi iddatni ichib berib boshqa qilib bo'lgandan boshqa. Ya'ni shu ayolning o'zi mushtaq men nima qilib o'tirdi, meniki mushtaq ajishib ketib qoldik. Unda omadiki ma'nosi qashdandan, men pulni maqanaya o'yib beray bo'pti deb, ma ayolim ki meni balvoqlarimni otisi ekan deb endi ikkimiz ko'nglimizda Allohim nima Allohning taqdiri bilan kelishamidik. Qo'yib etgan bo'ldim deb, uni qarta bu boshqa bir narsa bo'lgan bo'ladi. Ya'ni hozirgi davrdagi tazminat bu. Bu yerda mecbur emas, buniki o'zi nima muttaqi bo'lgan kishilar. Ya'ni muttaqi bo'lgan kishilarning o'zi shuna deydi. Ya'ni bu muttaqi bo'lgan kishilarga bu nima haq? O muttaqi bo'lgan. Ya'ni men mush ishni qilish orqali Allohningki azobini men nima qilaman? Men o'zimni kirishni mudofaa qilib qo'ydayman degan odamga nisbatan shundoq berish nima o haq. Shuning uchun berish shu kerak deb bunda çok qaraydi. İslam dinimiz bunu deydi. Ondan keyin buniki yüzü şu an bazı öğrenmelerimiz ise şu ayolni talaq qatqandaki iddet toşqandaki apırta onu yol sep koymay, onundaki mutlu bir şu kerak deydi. Bu şu ayet kasasen. Bu ma'ni qargan vaqtida. Ama hazır deganimizda yeni bir ma'ni yüzü şu ayolniki iddeti talaq qandaki iddeti toşqan kadar beradigan naskarahning o'zi shu deydi. Şunu beremeyiz. Ben mesela bu mayda ayet şöyle kartılıdı. Dep manda tushunadi, manda qaraba, yeni birisi hozir deganimizda shuni berib bo'lgandan keyin uyga madigan vaqtida andek mutti versiz. Mutti deganimi hadiyalik ashyo. U bir narsa qarshiligi emas. Meniki billa uyimda turibsa, xizmatimni qilsa, balvoqim qilsa, mushtaq bo'lding. Hech bo'lmadiga bir 2 kun bo'lsa turibsan. Unda o'g'liki man al deb eng tovan deydi, ba'zi o'lman nima 30 dirham qarshiligi deydi. Yani bu başka nimede. Muşundak ki konu koşuvadak bir payda ağıdak bir neskeren beyasun. Da bundak çok araydı. Yani demek, böyle İslam dinimiz ayallarının ki hak hukukunu kaçan bir kvetipti. Bundak efendim. Yani muttakiler çünkü yani korkuş kişiler çünkü yani Allah'ı korkuş kişi ildi değil. Muş kişiler çünkü muştak çok kırış çok gerek. Yani maya deydi o. Bil mağrup diyen bir kadar imkan.
Yani er kişilikka meni imkoni qanchalik. Shuning asosan nima qiladi? Bo'ladi deydi. Haqqan degan gap nasibdir, uniki muqaddar pili, muqaddar bo'lgan pil bilan. Ya'ni haqqan deb biz barib o'qilishi, uniki oldida ya huqqu haqqan degan gap cho'pa. Ya'ni haq bo'ladi, ashundaq nima qilish uchada mut'i berish haq bo'lmoqligi. Ya'ni bu nima haq degan shu gap bo'ladi deydi. Muttaqin degan gapning o'zi buniki fil muttaqi uniki nimasi maf'ul bo'lgan Alloh nima ayt mahsub. Ya'ni Alloh taolo Alloha degan shu gap bo'ladi deydi. Endi Alloh taolo nima uchun bu yerda yine valil mutallaqat mata'un bil ma'ruf haqqan alal muttaqin deydi deb. Nima uchun takrorlaydi desam, ta shuki an bo'lsin bu nimaga mamsus ayolga. Ya'ni jinsiy munosabat o'tkazgan ayolga ham jinsiy o'tkazmagan ayol olgan bo'lsa uchun misas qilmay, uchal qandoqdir jinsiy munosabat o'tkazmay, uchalmizda nima qilmagan vaqtida, atalmagan vaqtida, yoki nimani mehrning o'zida atmagan vaqtida qandoq qildi uchanda mut'i berdi. Uni liberti mut'i berdi. Endi mayadi deydi, bunimi ham mamsus bo'lgan. Ya'ni ash jinsiy munosabat o'tkazib bir qancha kun, soat yoki bir qancha oy, bir qancha yil o'y tutgan ayollarga mut'ichu beringlar degan nima bo'ladi? Gap bo'ladi. Ya'ni hozir eng oxirgi gap shu. Undan keyin ayol kishining o'zini mana hozir nimadak uni majbur yoki haqsiz undoq tazminot emas, o'ziniki ko'nglida ixtiyor qilgan holatda men taqvo, men Allohniki qo'g'digan odam. Allohning azobi men nima qilib qolmasin, men kip qolmasin degan odam. Masalan, o ayolning o'ziga zulm yoki ish qilib qo'ydim. Uni qarta ma'ni bersam rozi bo'lib ketgandak, men mushtaq maqsadni jahtim mushtaq qilgan bo'lsa, o'chamizda mushu mut'ini nima qilsin, bason degan nima bo'ladi? Gapchi bo'ladi. Buning asosan shunga qanday qilish kerak? To'g'ri, u ayollarga olgan mehr haqqini zot gap etishga bo'lmaydi. Agar uni to'y qilib bir qancha bola bo'lib zodiga hargiz qilishga bo'lmaydi. Uni ba'dim degan olmaydi. Ammo shunda qo'yib bergan bo'lsa yoki yurib ketgan bo'lsa, uning iddati to'shgan qadar zot u narsa qilib beramiz. U narsa qilib bergandan keyin yana mushtaq but deyirish kerak endi. Mushtaq qilish kerak. Bu endi ba'zi ulamolar vojib deydi. Ba'zi ulamolar nima? Eng yaxshi ish, mustahab degan. Nima uchun mustahab deydi? Chunki bu yerda alal muttaqin degandiki bu yerda alal muslimin yoki mu'minin demadi. Bu muttaqi degan gapning o'zi mu'min musulmonlarning yuqori duradigan bir nima o, bir sifat. Sifat bo'lganiki buning sifati Allohdan kelgan azobni qo'rquvchi degan gap bo'ladi. Undan keyin qo'rqmay qilib bunday qilib qolsa, u uchun bo'ladi degan gap bo'ladi. Undan keyin nima emas, u vojib emas gap bunday tushunadi. Kazalika yubayyinullohu lakumul ayati la'allakum taqilun. Shuni o'xshash meni bayon qildi Alloh taolo siz uchun. Meni o'ziniki oyatlarini nima qildi? Bayon qildi. Ya'ni shuni o'xshash degani yuqorida sizga zikr qilgan narsa bayon qildi. Qavm meni bu taloq masalasining o'zida yuqorida meni hozir qilsak 20 yaqin ya 20 atrofida oyat bor. Bu oyatning o'zida er qanday bo'lish, ayol qanday bo'lish, nikoh qanday bo'lish, mana ikkisi o'ttiridagi huquq qanday, undagi taloq qilib ketgan bo'lsa, o taloq qilingan ayol qanday ish kirdi. Buning ustida erning qanday haqqi va ayolning qanday haqqi bor. Mana mushta ajrashib ketgan vaqtimizda qanday bo'ldi deganida mush daskarahninki o'zida Alloh taolo nima qildi yuqorida mushta bayon qildi. Mush nima qildi bayon qildi. Mush sizlar uchun nima qildi bayon qildi. Nima qildi ashundan keyin yuqori deganda sizlar uchun bayon qildi. Mana bayon qilish orqali buni shu uqtirib qo'ydi. Endi bu uqtirib qo'ygandan keyin deydi, bayon qilgandan keyin agar bayon qilmagan bo'lsa, Alloh Qur'onda ya payg'ambar til orqali demagan bo'lsa, ucha shunda qilib qolsin, ucha qutulsin o'zir. Ammo Alloh taolo Qur'oni Karimning o'zida bu yerda bayon qilgandan keyin men bunda qilolmabdiman, etomabdiman, buni bilmabdiman deb uniga qarshi bo'lgan taloq bid'i va uni boshqa o ayollarni zulm qilib uniki mehrini bag'ilmay yoki uni urib tillab haqorat qilib o'zini mana qanday qilmasin yaxshi muomala qilish huquqi haqdi. Nimati ayollarniki erning ustida undaq yaxshi urdigan, undaq nima qilmaydigan, tillamaydigan, mana urib u ishni qilmaydigan nimati yaxshi muomala qilish kerakdi. Uni qilg'ini unmay mashtaqqanning o'zi nima bo'lgan bo'ladi uchanizda. Men qilibman deb endi ishib tursin hisob emas. Uniki jazosi agar ma dunyoning o'zida bir-birisi ustida haq huquq mashtaq zulm bir yutib qolgan bo'lsa, agar halollashgan bo'lsa, uchaniz tugidi.
Eğer halallaşmagan bolsa o'shaningizda mana qanday qiladi u dunyoga vaqtida o'zi bir qisas yaparan ki. Nimberdo qisas uyat mazur yo'q. Nimishqa Allah men öz uçuk kezanim deydi. Kezalike yubayyinu lekum ayati. Men muşrib bildirilgan ayet olan Kur'an-ı Kerim'in ayeti men nim qaldım. Siz bayan qildim. Bayan qildiki men unuğa qımmaptı men uqmaptı başta bu qaptı degan nemi yo'q. Unuğa özürçü yo'q. Bulup bir mümin Müslüman için çünkü Kur'an-ı Kerim İslam dinimizdeki nimisi o asas merkez. İslam kanime Kur'an. Mene İslam'ın yüzü, mene İslam kandak bir yaxşı yaman nime kılışı bu nime Kur'an-ı Kerim. Hem nesi Kur'an-ı Kerim bildiğen, hem nesi şu var. Bunun ikili birlikte tekib izahlap, bazı mübemmiyali olsa onu ameliyatı köz bandak yapmamız Peygamber Aleyhisselam yüzdeki ameliyatı ve söz arkalı 23 yıl müddeti şu bunu kıpbedi. Kıpbediken esi bir mümin Müslüman boğa adam bu dünya ve ahiret mümin boğa bir iş. Bununla nayet ehemmiyet veriş gerek. Nima bilish kerak? Chunki ma hayatı dünyanın üzerinde ma'lum muddatning üzerinde yaşap nim kısmı ölgandiki hayatning o'zi bu dunyoga o'xshamaydi. U mangu bir hayat. Unda avvalki ma o'tkinchi bir hayat bo'lgan ekan, buni qarta anda munda qismi, lekin oxiratning hayoti bu dunyo hayot emas. Nima u? Oxiratning hayoti degan dunyo hayoti, oxirat hayot emas. Uni nima qilib qoldi? Uni ahamiyat emas oldi. Lekin bu adamın üstü müştak olup ketken, bunun olup ketdi, amanlığa ahimiyet yok, uçuk kep kalgan buldu. Onda olmadı ki ben uqmaptı ben, bilmepti ben, dişiniz kadar neymiş yok, özürçü yok. Ben bayan kıl demiş bu cüce, emel kılın. Kısız kutuluşsuz, kılmasın için tutuluşsuz deydi. Neymiş ka? لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Mümkün, sizin müşrikte neymi kılışınız için, akılını erip tefekkür kılıp, işletip, bilişinler için müştakçı kıldı. Nima? Men tefekkür kılıp, bunu eslep, aklını işletip, müştak kılış için. Şundak andaki fikir insanın hemen özgertkedeken, şuna şu punçu emel kılsın, aklını işletiş arkamışta emel kılsın dep, müştakçı ben çoğu bayan kıldı. Unda varken her bir mümin Müslüman, Kur'an-ı Kerim'in içindeki ve muşu ayet, muşu hükümle, talak, nikah, men iddet, heyz degan mush o'yinimda va uni da boshqa nafaqa degan gapning o'zini jazman bilish shu kerak. Nima bo'lsa bilimiz shu bo'lmaydi. Mana adam bilib qapti men, menda o'qib qapti deb bo'lmaydigan gap. Uning nima yo'q chog'da o'zirish yo'q. Mana jazman buni bo'lish kerak. Bu masalaning o'zida qolgan narsani shunday qilish kerak. Bo'lib uchun jazman o'qish shu kerak. Chunki u dunyo baga vaqtida bizning birdan bir qutulgan bir amalimiz Muşu Kur'an'dan nime degan bo'lsa, shu buncha amal qilish. Shu buncha chiqarish. Mana u dunyoda bu dunyo tutulishing uchun nima? Buni amal qilmaslik. Tashlab qo'yish. Chunki Qur'on bilan payg'ambar butkul insoniyatga mislsiz bo'lgan bir ne'mat. Bir adamniki Müslüman bo'lishi, men shu adamniki qaysi millat bo'lishi qat'iy nazar, nerede yashashi qat'iy nazar, nerede bo'lishi qat'iy nazar, u adamga Alloh taolo meni qolgan insonlarga o'xshash, meni ba'zi o'xshash boshqa narsalarni o'xshash mushtarak o'rtaq holatda ne'mat bergan bo'lsa-mu, lekin bu adamning o'zi islom diniga musharraf Müslüman bo'lishning o'zi meni uni trilyon sanoqsiz bu bir ne'mat. Eğer bu nimetin üzüge şu boyunca şükür kılıp emel kılmagan bolsa, onun cezası ne buludu? İnne azabı şiddet. Cezmen ne deydi o? Benim azabım katlı oludu deydi. Eğer şükür kısınız, ben onu ziyade kıpırmam. Eğer onu tuz koydu kısınız, benim azabım neme? O in kapattım, inne azabı şiddet. Benim azabım katlı. Şuna onun emel kılınmay, Müslüman iken kadrini bilmey, birden neme? Birden nimedek sandıkta uyuzu kırıp birden dinişik ehemmiyet vermeyin müştakkısınız. Uçağınızda o nime Allah'ın azabı katlı olup bu azabın özü fakat o adam yalnız kalmaydı. Bu kanuniyet. O adam yalnız olmaydı. O adam o şudak oldu. Uçağınızda bu azabın özü o adam yalnız olmay. Kalan ümmet Allah'ın azabı şudak geldi. Məxsus bir adam ağrı. Meyrum bir cihet kəsimin. Lakin umumu tərəfçü kəlağa iş. Bu adet Allah'ınki. Şu an tarihte bu yan nime? Şu yaxşı iş qilib, yomon ish qilgan odamni hilaq qilinishi, necha odamni o'lib ketgan o'shanda yaxshi odamni ilib ketgan. Ham bundan keyin kim yana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam asosan mushta ya tavrash bu ya yuzish bo'ladi. Shu chol yaxshi yomon odamning hammasini bo'ladi o'shanda o'sha ilib ketdi desa, Oysha roziyallohu anha ya Rasululloh, uning ishi degan yaxshi odam, ubda odam, taqvo odam desa bu qanday bo'ladi?
degan vaqtida mana u odamning o'zida Isrofil alayhisalom 2 kun surib tatgan vaqtida andagi o'zining amli qarta nima bo'ladi, u yerda qopidi. Bo'lmasa, ochning ichida agar bo'lib qolgan bo'lsa, masalan, hozir kalkun yoki ya tavrash deganidek, o't opiti deganidek, mana urush, mana naskarning o'zi bo'lib qolsa, uni yaxshi ya uplan deman hammamiz o'rtaq kelgan. Nimishqa? Chunki islom dinimiz har bir mo'min musulmonning o'zi islom jamiyatini barpo qiladigan bir donima kesak. Nima bir binoni islom dinini o'xshatsak, bir bino o'xshatsak, har birisi bir nima o bir dinoni kesak bo'ladi. Kesak bo'lgandan keyin har birisi bir-birisi o'ziga tushib, nima ishni qilmoqchi bo'lsa, shuniki nimasi va uniki loyiqti va salohiyati va shuning uchun ish harakat cho'qiladi. Agar uni men unutmadim deb o'chada u tashlab uyatib ketgan bo'lsa, o'chada paskinaski nima askinaski uyatib yuchiqdi kirib, anda uni vayron qilgan bo'lsa, o'chada mas'uliyat kim bo'ldi? O'sha aşı adam bo'lgan ekan. Yo'q, men namoz o'qidim, men ish qarim yo'q. Menga ishni qildi. Men tijoratim bor, pulim bor. Qanday qismaydi? Yesam bo'ldi desa, o'shanda bu dunyoda ishda qolgan bo'lsa, ma'lum muddatda uni o'lganligi shu uchun hisoblangan ekan. Bunda ish. Chunki islom dinimiz bir butun nima dedi payg'ambar bir badanga o'xshaydi. Ham shuningdek bir bino o'xshaydi dedi. Her bir adam, her bir insonning o'zi şu binanınki her bir yerge qandaq narsa lazım bo'lsa, o narsa shu yer qildigan gap. Unda olgan her bir mu'mini Allah Taala o'ziga loyiq nima ishni qiladi, nima ishni qila oladi, shundoq yaratdi. Hammani bir o'xshashla, bir ishga omroq bir ishni qilib yaratmadi. Mana asim şu har xil kasb, har xil ishlarning bo'lish sababchi shu. Mana ba'zi odamlar qandaq qiladi, ba'zi odamlar masalan shopir bo'lishni yaxshi ko'rdi, qassob bo'lishni yaxshi ko'rdi, yana birisi mo'zozi, tijorat qilishni mushtaq shu xush ko'rdi. Bo'lmasa hammasi bir odam boshqa bo'lishni yaxshi ko'rmaydigan odamni jiq nimishqa qalamaydi. Demek Allah Taala her bir insanın bir ishni qilishga açtaq alayda xususiyat qilib nima qilgan yaratgan. Unda olgan shu xususiyatda ash bir nimani binoning o'zi shu yani universitet akelsiz shuna uni qo'shilib, andi bir bino qilsiz, andi mustahkam bo'ldi. O'chanda bu mustahkam bo'lgan bu qaro bu yilqi nimaniki o'zi andikin dushmanlar tarafidan o'sha istilo qilib, meni mustamlik qilib, vayron qilib undan shu qilaman gap. Agar uni olib ketgan bo'lsa, oyat foydalib andik vayron qilib, o'shanizda andik azob o'shan unmagandikin odam sabda hammasi vayron bo'lgan gap. Bu Allohning nimasi o o'rtaq qonuniyati. Shunda bo'lmaslik uchun biz Allohning Rasuli nima degan bo'lsa shu amal qilsak, uni qutulamiz. Bo'lmasa qilmaymiz. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.